Hammaga assalomu alaykum. Hop, programmamiz обновление bo'ldi. Gem IPC bunga qo'shilgan funksiyalar stokiy qilish va airbag o'chirish funksiyasi qo'shildi. Bu funksiyani ishlatish uchun pitchga qo'yib turib, prashkaga bosiladi. Agar avtomatikni tanlasak, o'zidagi bor prashkaga mashq holatlarni qo'shib beradi, ya'ni stok qilib beradi va airbagga o'chirib beradi. Agar ruchnoy tanlasak, ruchnoydan yiliga qarab yangi eski Cobalt'lar bor. Hozir yozyapti, yozib olsa ko'rsataman. Yangiga 2018 dan 2025 gacha Cobalt kiradi, eskiga 2013 dan 2017 gacha kiradi. Spark bor. Ruchnoy tanlab turib, prashka 1, prashka 2 qilinadi. Masalan, Cobalt eski tanlandi. Prashka 1, prashka 2 qilib bitta chiqishga to'g'ri keladi. Sababi u bizdan oldin kimdir yozib, noto'g'ri yozib qo'ygan bo'lsa, bitta variantlar yozib chiqariladi. Buni oldin olganlar biladi, bu hali olmaganim uchun tushuntirib o'tyapman. Xo'p, agar bizga stokka qaytarish kerak bo'lsa, airbag o'chirish hech narsa kerak emas, просто stokka qaytarish kerak bo'lsa, mana stok prashka knopkasini shunday tanlaymiz, pichkani qo'yamiz. Qolganlari qo'yilmaydi. Men hozir hammasini tanlab qo'ydim. Bitta stokka pichka qo'yib prashkani bossak, stokka qaytarib beradi, ya'ni temperaturani o'chirib beradi. Airbag agar mabodo o'chirilgan bo'lsa, uni ham yoqib beradi stokda. Agar stok temperaturani o'chirib turib, airbagga o'chirmoqchi bo'lsak, mana ikkitasiga pichka qo'yib prashkani bosamiz. Mana bu dop opsiyadan tepadagi hammasi mana prashka knopka bilan ishlaydi. Mana dop opsiyadan pastidagilar pichka qo'ygandan keyin установить knopkasi bosilsa, keyin bular qo'shiladi. Bu pichkalar qo'ygan bilan mana prashka knopka bosilsa, bunga hech qanaqa daxli yo'q. Mana dop opsiyaga daxli yo'q. Dop opsiyani hamma funksiyasini yoqish yo o'chirish mana установить knopkadan bo'ladi. Shu narsaga yaxshilab e'tibor berasizlar. Hop, mana hozir men stokka qaytaryapman tabloni. Hozir yozib bo'lsin. Dop opsiyani ham ko'rsataman. Dop opsiyada bizda nimalar bor? Temperaturani soat ko'rsatadi. Nimaga? Tabloda temperatura bilan soat chiqazib beradi. Ikkinchisi ochkalarni o'chirib beradi. Masalan, LED qo'yilgan, bu qilingan ochkalar bo'lsa, o'shalarni hammasini o'chirib beradi. Uchinchisi cruise controlni yoqib beradi. Hech narsa qilish kerak emas. Masalan, cruise control yoqmoqchi bo'lgan odam просто shu knopkani qo'yib, knopkani bosib bo'ldi. Avtomatik o'zini nimasiga tablosiga cruise control qo'shib beradi. Qolgan funksiyalar yo'q bo'lgan holatda ham. Oxirgisi magnitofonni eski yangi hammasini blokirovkadan ochadi, razblokirovka qiladi. Buning uchun ham pichkani qo'yib, установить knopkani bossak bo'ldi. Shuni o'zi yetarli bu. Dop opsiyalar shular hozircha. Prashka knopkasi bilan ishlaydiganlar mana bular. Bularni aytib o'tdim. Avtomatik bu agar stok holatida kelgan bo'lsa, avtomatik prashkani bossak, o'ziga o'zini qilib beradi. Agar bizdan oldin kimdir yozib buzib qo'ygan bo'lsa, ruchnoyga olib turib, ruchnoydan bitta terib chiqamiz. Hozir mana yozib bo'lsa, ruchnoyni men ko'rsataman. Qanaqa holatda bo'lishini. Tak. Hozir ozgina holda yozib bo'lsin. Mana konfiguratsiyalarni ham ko'rsataman qanaqa qilinishini. Prashka yozishga taxminan 3-4 minut vaqt ketadi. Bo'ldi, yozib bo'ldi. Mana ruchnoyga tanlab turib, mana masalan yangi Cobalt bo'lsa, novini tanlaymiz. Bu yerdan prashkadan variantlarni tanlaymiz mana. Variantlar tanlanadi. Stokiy bo'lsa, stokiy kerak bo'lsa, stokiyga pichka qo'yamiz. Airbag kerak bo'lsa, airbagga. Agar bularni birontasi kerak emas, faqat temperaturani yoqmoqchi bo'lsak, yangi mashina yoki sizdan oldin qilinmagan mashina bo'lsa, avtomatda turadi, avtovibrda. Prashkani knopkani o'zini bosamiz. Agar bizdan oldin qilib buzib qo'yishgan bo'lsa, ruchnoy tanlab turib, Cobalt tanlaymiz. Masalan, yangi 2018 dan 2025 gacha. Bu yoqda variantlarni bitta yozib chiqamiz. Holat bo'yicha o'ziga qaytarishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, dop opsiyalar mana o'zi o'chib bo'ladi. Qaysi biri kerak bo'lsa, masalan, cruise control yoqmoqchi bo'lsak, pichkani qo'yamiz, установить bosamiz.
Bo'ldi. Bu bir pasda bo'ladigan ish, ko'p vaqt olmaydi. Mana bo'ldi. Ochkalarni o'chiradigan bo'lsak ham, pichkani qo'yamiz, ustanavit qilamiz. Ketdi. Ochkalarni o'chirib oladi nimadan? Tablodan bor ochkalarni hammasini o'chiradi. O'sha chiqishi mumkin bo'lgan. Agar stokka qaytarsak, temperatura yo'qoladi. Mana yerda pokazat temperaturaga чистый qilsak, tashqi havo temperaturasi tabloda ko'rsatadigan bo'ladi. Buni ham qo'yishimiz mumkin. Bunga juda ham tez, kam vaqt ketadi, tez qiladi. Hozircha shu programmamizning yangi funksiyalari shu. Kimga qiziq bo'lsa, Avtoprog.uz orqali murojaat qilasizlar. Xudo xolasa ishinglarni bitirib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etinglar.